Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiya yana o'shishi. Bu o'shish kimlarga tegishi? Ishlayotgan pensionerlar uchun ikki bosqich deganda nimani tushunish kerak va eng muhimi, siz o'z pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nimalarni tekshirishingiz shart. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotgan otaxon onaxonlarimizga, balki ishlayotgan pensionerlarga, pensiyaga chiqishga yaqin qolgan fuqarolarga, ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlarga ham bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik pensiya oshadi degan gapni eshitadi. Lekin qaysi oyda, qaysi summa bilan, kimga avtomatik, kimga ariza orqali, kimga esa umuman tegmasligini bilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham ba'zan odamning puliga ta'sir qiladi. Avval oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya o'shishi degani har doim ham hammaga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tushadi degani emas. Ba'zi odamlar falonchining pensiyasi 200 ming so'mga oshibdi, meniki nega 8 ming so'mga oshdi deb hayron bo'ladi. Sababi shuki, pensiya miqdori har bir odamda alohida hisoblanadi. Kimning ish staji ko'p, kimning rasmiy maoshi yuqori bo'lgan, kim imtiyozli toifaga kiradi, kim nogironlik pensiyasi oladi, kim boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Bularning hammasi natijaga ta'sir qiladi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bir narsadan qiynalardi. Pensiya tayinlangandan keyin odam yana ishlasa, men endi qo'shimcha staj yig'ayapman, ijtimoiy soliq to'lanayapti. Demak, pensiyam ham qayta ko'rilishi kerak deb o'ylardi. Lekin amalda bu jarayon har doim ham avtomatik va tez bo'lmagan. Ayrimlar umuman murojaat qilmagan, ayrimlar qaysi hujjat kerakligini bilmagan, ayrimlarning ish joyi ma'lumotlarini to'liq kiritmagan. Natijada odam ishlagan, davlatga badal to'langan, lekin pensiya hisobida bu darhol ko'rinmagan. Endi 1 avgustdan pensiyalar o'shishi bilan birga ishlovchi pensionerlar masalasi yana dolzarb bo'lyapti. Ikki bosqich deganda men ekspert sifatida eng avvalo shuni tushuntiraman. Bu yerda gap faqat umumiy indeksatsiya, ya'ni pensiya summasining oshishi haqida emas, balki ishlayotgan pensionerlarning keyingi hisob-kitoblari, qayta ko'rib chiqish, rasmiy ish staji va to'langan ijtimoiy badallarni inobatga olish tartibiga ham borib taqaladi. Ya'ni odam pensiyada bo'lsa ham, rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ma'lumotlari to'g'ri yuritilishi juda muhim. Oldingi holatda oddiy pensioner pensiyasini olib yurardi. Agar hukumat tomonidan pensiyalar oshirsa, uning pensiyasi ham belgilangan tartibda oshirilardi. Bu umumiy oshirish hisoblanadi. Masalan, bir odam 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, oshirish foizi qo'llangandan keyin uning yangi pensiyasi shunga qarab hisoblanadi. Agar oshirish foiz bo'lsa, u 1 million 320 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar inikiti foiz bo'lsa, boshqa raqam chiqadi. Ya'ni asosiy qoida boshlang'ich pensiya qancha katta bo'lsa, foiz bo'yicha qo'shimcha ham shuncha katta bo'ladi. Lekin ishlovchi pensionerlar masalasida bitta muhim noziklik bor. Ishlayotgan pensioner oylik oladi. Uning nomidan ijtimoiy soliq to'lanadi. Ish joyi uni rasmiy xodim sifatida ko'rsatadi. Shu ma'lumotlar keyinchalik pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar ma'lumotlar elektron bazada to'g'ri aks etmasa, odam men ishladim-ku deb turgan paytda pensiya jamg'armasi bazasida yetarli ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun 1 avgustdan o'shish faqat pul ko'payadi degan quvonchli xabar emas. Bu ayni paytda o'z hujjatlarini tartibga solish uchun signal hamdir. Ayniqsa rasmiy ishlayotgan, lekin pensiyasi bo'yicha qayta hisob-kitob bo'lish kerak deb o'ylayotgan fuqarolar uchun bu juda muhim. Birinchi toifa yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar. Siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, 1 avgustdan keyin pensiyangiz oshirilgan miqdorda tushishi kerak. Bunda odatda siz alohida ariza bermaysiz. Chunki umumiy oshirish avtomatik qo'llanadi. Lekin men har doim bitta narsani maslahat beraman. Pul tushgan kuni eski summangiz bilan yangi summani solishtiring. Bank kartangizga tushgan SMSni saqlab qo'ying, ilovadan ko'ring. Imkon bo'lsa kvittansiyani chiqarib oling. Masalan, siz iyul oyida 1 million 500 ming so'm pensiya olgan bo'lsangiz, avgustda aynan shu summa yana tushib qolsa, demak savol tug'iladi. Balki to'lov muddati, bank texnikasi yoki qayta hisob-kitob kechikkan bo'lishi mumkin. Lekin buni tekshirmasdan yurib ketish to'g'ri emas. Chunki ba'zan odamlar o'chko'r o'y o'tib, nega oshmadi deb so'raydi. Keyin hujjat izlash, ariza yozish, qayta tekshirtirish ko'proq vaqt oladi. Ikkinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Mana bugungi mavzuning eng muhim joyi shu.
Agar siz pensiyadasiz, lekin maktabda qorovul, bog'chada tarbiyachi yordamchisi, shifoxonada hamshira, korxonada mutaxassis, bozorda rasmiy ishchi, xususiy firmada hisobchi yoki haydovchi bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, sizning holatingizni alohida tekshirish kerak. Chunki sizning pensiyangiz umumiy oshadi. Lekin bundan tashqari ishlagan davringiz bo'yicha keyingi qayta hisob-kitob masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Dilorom opa 6 yoshda 2 yildan beri pensiyada, lekin maktabda kutubxonachi bo'lib rasmiy ishlayapti. U har oylik oladi. Ish joyi ijtimoiy soliq to'laydi. Agar Dilorom opaning ish davri elektron bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, keyinchalik pensiya qayta hisoblanganda bu ma'lumotlar foyda berishi mumkin. Lekin agar maktab buxgalteriyasi uning ma'lumotlarini noto'g'ri kiritgan bo'lsa, masalan, JSHSH raqami xato, familiya eski pasport bo'yicha qolgan, mehnat shartnomasi elektron tizimda yopiq yoki umuman ko'rinmayotgan bo'lsa, unda muammo chiqadi. 3-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ham oshish bo'lishi mumkin, lekin hisoblash tartibi to'lov turiga qarab farq qiladi. Nogironlik pensiyasi ijtimoiy nafaqa, parvarish nafaqasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya bir xil narsa emas. Ko'pchilik ularni pensiya deb umumiy aytadi, lekin qonuniy jihatdan farqi bor. Shuning uchun siz qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniq biling. Agar sizga oshish tegmaydi desa, darhol ishonib ketmang, avval to'lov turini aniqlang. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan oilalar. Masalan, bir ayol turmush o'rtog'i vafot etgani sababli farzandlariga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. 1 avgustdan oshish bunday to'lovlarga ham tegishli bo'lishi mumkin, lekin oila tarkibi, farzandning yoshi, o'qishi, hujjatlarning amal qilish muddati tekshiriladi. Agar farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Karim ota 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. Agar pensiya 10% ga indeksatsiya qilinsa, uning pensiyasi 1 ming so'm oshadi va 1 million 2 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Xuddi shu 10% da qo'shimcha 2,5 ming so'm bo'ladi. Shu sababli odamlar orasida nega unga ko'proq, menga kamroq degan savol chiqadi. Javob oddiy. Foiz bir xil bo'lsa ham, asosiy pensiya har xil. 3-misol. Rustam aka pensiyada, lekin rasmiy haydovchi bo'lib ishlayapti. U 2 million 800 ming so'm pensiya oladi. 2 avgustdan umumiy oshish qo'llanadi. Lekin Rustam aka yana bir narsani tekshirish kerak. Uning ish staji va ijtimoiy to'lovlar bazada bormi? Agar u 2 yil ishlagan bo'lsa, yo ish joyi uni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, keyinchalik pensiya qayta hisobida bu davr yo'qdek ko'rinadi. Bu esa bevosita pul demakdir. Birinchi noziklik. Oshish sanasi bilan pul tushish sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. 1 avgustdan kuchga kiradi degani, hamma odam 1 avgust kuni ertalab kartasida yangi summa ko'radi degani emas. To'lov grafik bo'yicha amalga oshiriladi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida. Ba'zan qayta hisob-kitob keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin, lekin bu degani siz jim turishingiz kerak degani emas. Agar avgust o'tib, sentyabr ham kelsa, lekin o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshiring. Ikkinchi noziklik. Hamma qo'shimcha to'lovlar indeksatsiyaga bir xil kirmaydi. Pensiyaning asosiy qismi bor, ustamalar bor, kompensatsiyalar bor, imtiyozli qo'shimchalar bor. Ba'zi hollarda oshish asosiy pensiyaga qo'llanadi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun mening umumiy oladigan pulim 2 million edi. Demak, hammasiga foiz qo'shiladi deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. 3-noziklik, rasmiy ishlash va norasmiy ishlash farqi. Agar pensioner bozorda, qurilishda, uyda, xizmatda yoki boshqa joyda norasmiy ishlasa, u oylik olayotgandek tuyuladi. Lekin pensiya tizimi nuqtai nazaridan bu ish stajiga qo'shilmasligi mumkin. Chunki rasmiy mehnat shartnomasi, soliq to'lovi elektron yozuv bo'lmasa, keyinchalik isbotlash qiyinlashadi. Men ko'p ko'rganman, odam 5 yil ishlaganman deydi, lekin hujjat yo'q. Guvohlar bor, rahbar almashgan, korxona yopilgan. Natijada pensiya uchun kerakli dalil yetishmaydi. 4-noziklik, hujjatlardagi ism familiya farqi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda 3-yozilish bo'lishi mumkin. Elektron bazaga o'tkazishda bunday farqlar muammo chiqaradi. Shuning uchun agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz,
yoki pensiyangiz qayta ko'rilishini kutayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlardagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR bir-biriga mosligini tekshiring. 5. Noziklik, ish joyining javobgarligi. Ko'pchilik pensioner men ishlayapman, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa ish beruvchi sizni rasmiylashtirganmi? Shartnoma elektron tizimga kiritilganmi? Soliq hisobotida to'g'ri ko'rsatilganmisiz? Bularni bilish kerak. Ayniqsa xususiy korxonalarda keyin rasmiylashtiramiz. Hozircha vaqtincha ishlang. O'zingizga foyda. Soliq ushlamaymiz degan gaplar bo'ladi. Bugun bu qulaydek tuyuladi, lekin ertaga pensiya hisobida zarar bo'ladi. 6. Noziklik. Pensioner ishlasa, pensiyasi kamayadimi degan savol. Ko'p odamlar hali ham agar ishlasam pensiyamni kesib qo'yishadi deb qo'rqadi. Hozirgi tartiblarda ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi bo'yicha avval cheklovlar ko'p jihatdan yumshatilgan va pensiyani to'liq olish masalasi amaliyotda qo'llanadi. Lekin har bir alohida to'lov turi bo'yicha shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim nafaqalar ehtiyojmandlik daromad yoki boshqa mezonlar bilan bog'liq bo'lsa, odamning rasmiy daromadi ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hamma holatda hech narsa o'zgarmaydi deb umumlashtirib bo'lmaydi. 7. Noziklik, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa ijro hujjatlari sababli pensiyasidan ushlab qolinishiga duch keladi. Pensiya oshsa ham kartaga tushadigan yakuniy summa kutilganidan kam bo'lishi mumkin. Bu holatda pensiya oshmagan emas, balki oshgan summadan ham ushlab qolish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan emas, avvalo pensiya jamg'armasi va majburiy ijro byurosi ma'lumotlarini tekshirish kerak. Birinchi qadam. Iyul oyida olgan pensiyangizni yozib qo'ying. Agar sizda SMS bo'lsa, o'chirib yubormang. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, kirimlar tarixidan skrinshot qiling. Agar naqd olsangiz, to'lov qog'ozini saqlang. Chunki avgustdagi yangi summa bilan solishtirish uchun aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam. Avgust oyida tushgan pulni tekshiring. Faqat ko'proq tushibdi deb xursand bo'lib qo'ymang, aniq hisoblang. Masalan, iyulda 20 million 7,5 ming so'm bo'lgan. Avgustda 20 million 807 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 17 ming so'm. Bu o'sish taxminan 10% ga yaqin. Agar farq juda kichik bo'lsa yoki umuman bo'lmasa, sababini so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Siz yashash joyingiz pensiya bo'limiga borishingiz mumkin. Shuningdek, May, Pokkup, Uz orqali elektron murojaat yuborish imkoniyatlarini ham tekshiring. Murojaatda juda oddiy yozing. Men falonchi, JSHR raqamim falon. 1 avgustdan pensiya oshirilishi bo'yicha pensiyam qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Iyul oyida olgan summam falon, avgust oyida tushgan summam falon. Shunday yozsangiz, masala aniq bo'ladi. 4-qadam, ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingiz buxgalteriyasidan ma'lumot so'rang. Ulardan quyidagilarni tekshirib berishni talab qiling. Mehnat shartnomangiz rasmiy kiritilganmi? Sizning JSHR raqamingiz to'g'rimi? Oyliklaringiz bo'yicha ijtimoiy soliq hisoblanganmi? Hisobotlarda sizning ismingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Bu sizning qonuniy huquqingiz. Buxgalteriya band. Keyin aytamiz degan javob bilan cheklanib qolmang. 5-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, JSHR bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, ish joyidan ma'lumotnoma, oylik va soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni ham olib boring. 6-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hammasi joyida deyishsa, lekin sizning hisobingiz bo'yicha muammo bor bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob berilishi kerak. Bu keyinchalik yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Elektron tizimga kira olmaydi. Hujjatlarni o'zi tekshira olmaydi. Agar sizning ota-onangiz pensiya olsa, ularning iyul va avgust to'lovlarini solishtiring. Ayniqsa ota-onangiz hali ham ishlayotgan bo'lsa, ish joyidagi rasmiylikni tekshirishga yordam bering. 8-qadam. Agar pensiya kechiksa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Ba'zan bank tizimi, to'lov grafigi, bayram kunlari yoki texnik qayta hisob-kitob sababli kechikish bo'ladi. Lekin 5-10 kun o'tib ham pul tushmasa,
banka va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bank faqat pul kelgan kelmaganini ko'radi. Pensiya bo'limi esa hisob-kitob sababini tushuntiradi. 9-qadam. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni qayta o'ylab ko'ring. Bugun rasmiylashtirmasdan ishlash bir qarashda osondek ko'rinishi mumkin, lekin pensiya, kasallik varaqasi, mehnat huquqlari, kompensatsiya, sud himoyasi masalasida sizni zaif holatga qo'yadi. Ayniqsa pensioner bo'lsangiz ham rasmiy ish sizning keyingi huquqlaringiz uchun muhim bo'lishi mumkin. 10-qadam. Har qanday mish-mishga emas, rasmiy manbaga tayangan holda ish qiling. Telegram guruhlarida hamma bexus mingdan oladi. Ishlayotganlarga bermaydi. Faqat arza yozganlarga o'xshadi degan gaplar tarqalishi mumkin. Men sizga aniq aytaman. Pensiya masalasida og'zaki gap emas, rasmiy qaror, farmon, pensiya jamg'armasi izohi va sizning shaxsiy hisobingiz muhim. Yana bir muhim maslahat, agar sizning pensiyangiz minimal miqdorga yaqin bo'lsa, o'shishdan keyin ham eng kam pensiya, qo'shimcha ustamalar va ijtimoiy yordam masalalarini alohida tekshiring. Ba'zan odam faqat pensiya oladi, lekin boshqa yordamga ham huquqi borligini bilmaydi. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner, nogironligi bo'lgan fuqaro, boquvchisini yo'qotgan oila yoki kam ta'minlangan xonadon qo'shimcha ijtimoiy yordam dasturlariga kirishi mumkin. Buni mahalla, ijtimoiy xizmat va pensiya bo'limi orqali aniqlash kerak. Demak, asosiy xulosa shunday. 1 avgustdan pensiya oshishi juda muhim yangilik, lekin har bir fuqaro o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Oddiy pensionerlar yangi summani solishtiradi. Ishlayotgan pensionerlar esa bundan ham ko'proq e'tiborli bo'ladi. Ish joyi rasmiylashtirilganmi? Ijtimoiy to'lovlar ko'rinayaptimi? Hujjatlarda xato yo'qmi? Keyingi qayta hisob-kitob uchun ma'lumotlar tayyormi? Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pul tushishini kutib o'tirmang. Raqamlarni yozib boring, hujjatlarni tartibga soling, kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Pensiya bu ehson emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy huquqingizdir. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa, qancha oshganini izohlarda yozing. Agar hali tushmagan bo'lsa yoki tushunarsiz holat bo'lsa, vaziyatingizni yozing. Keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, ishlayotgan pensioner tanishlaringizga albatta yuboring.